Cuma namazı və cuma günüge münasibətlik ədəblər. Bular 15 türlüktür. Birinci, Peyshanba kunidan itibaren və cumaga o'tgan kechadan boshlab tozliq qilish, kiyim-kechaklarni yuyish va juma kuniga loyiq narsalarni tayyorlash bilan hozirlanish. Ikkinchi, juma kuni g'usl qilish. Bu borada Sahihayn va boshqa kitoblarda hadislar kelgan. Juma namoziga berishning oldida yuyinish afzaldir. Uchinchi, yuyinish, ig'izni misvaklash, tirnoqlarni ilish va vaqti kelgan shaxsiy tozliqlarni qilish bilan birga xushbaroq ishiltish va eng chiroyli kiyimlarni kiyib yasinish. To'rtinchi, juma namoziga baldur va piyoda berish. Masjidga manganda jim va salmoq qadam bilan mangish. Masjiddan qaytib chiqquncha ibodat qilishni niyat qilish kerak. 5. Masjidga borgandan keyin kishilarni atlab o'tmaslik va oralarini yirmaslik. Sap aralig'ida bo'shliq ko'rmaguncha ikki kishining orasiga qisilib olmaslik. 6. Namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tmaslik. 7. Birinchi sapni ko'zlash. Lekin oldi sapda yarmas ahvol yoki so'zlarga taniq bo'lish ehtimoli bo'lsa, keyingi sapda turish yaxshi. 8. Imom xutbaga chiqqanda nafil namoz va zikr aytishdan to'xtash. Azon tovlansa, muazzinga agishib takrorlash. Xutba boshlansa, jim o'ltirish va zan qo'yib anglash. 9. Juma namozidan keyin xolis 2 rakat, xolisa 4 va yoki 6 rakat namoz o'qish. 10. Masjidda asrgacha o'ltirish, shamgacha o'ltirish texmi afzal. 11. Huzuri qalb va davomli zikr etish orqali juma kundagi duo mustajab soatni istash. Bu soat haqida ba'zi ixtiloflar bor. İmam Muslim Abu Musa raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda bu vaqtning imom munbarida o'ltirgandan boshlab namoz ado qilinib bo'lg'uchilik oraliqdagi vaqt ekanligi kelgan. Boshqa bir hadisda bu vaqtning imom xutbadan farigh bo'lgandan keyin namoz oxirlashganga qadar ekanligi rivoyat qilingan. Jabir raziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda bu vaqtning shom namozidan burun bir chaq ekanligi kelgan. Anas raziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bo'lsa, u soatni asr namoz bilan quyoshning petish orasidagi vaqtda izdanglar deyilgan. Abu Bakr Asram Alloh uningga rahmat qilsin aytdir. Bu hadislar ikki holatdan xoli emasdir. Ya bu hadislarning ba'zisidan sahihroq yoki bu soat xuddi Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kechasiga yoshiringandek vaqtlar ichiga yoshiringandir. 12. Cuma günüdə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə köpləb durud oxuş. Çünki o zat sallallahu aleyhi və səlləmnin kim mənə cuma günüdə 80 qatam durud oxusa, Allah Taala onun 80 yıllık günahını keçirdi deganligi rivoyat qilindi. Agar kishi xolasa, aytgan durudga duo qo'shsin. Masalan, mundaq duo qilsa bo'ladi. Ey Allah, Muhammadga vasila nomli martabani, fazilatni va yuksak darajani ato qilgin. Onu sen onunğa va'da qilgan madihiyaga loyiq o'ringa yana buyuk shafaat qilish martabasiga yetkizgin. Ey Allah, payg'ambarimizni biz sabablik loyiq bo'lgan narsa bilan tartuqlig'in. Durudga istig'forni qo'shsin, chunki bu kunda istig'for aytish mustahabdir. 13. Kaf surasini o'qish. Aysha raziyallohu anha rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdi: Sizlarga buyukligi osmon bilan zamin orasini to'ldiradigan bir surani xabar qilaymi? O surani yozg'uchig'imi shuningdek savob bo'ladi. Kimki o surani juma kunida o'qisa, shu juma bilan yana bir juma orasidagi gunohlari va uningga qo'shib 3 kunlik gunohlari mag'firat qilinadi. Kimki yetishdan burun o suraning oxiridan 5 oyat o'qisa, Alloh uningga kechining bir qismida tiligini berdi degan edi. Sahobalar ma'qul, ey Allohning elchisi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o Kahf surasidir dedi. Boshqa bir hadisda kimki Kahf surasini juma kunduzi yoki payshanbadan jumaga o'tgan kechasi o'qisa, fitnadan saqlanadi degan. Juma kuni Qur'onni ko'p o'qish mustahabdir. Mumkin bo'lsa, juma kunduzi yoki juma kechasi Qur'onni tamom qilish mustahabdir. 14. Qo'lidan kelishicha juma kuni sadiqa qilish. Sadiqa masjidning sirtida berilsa yaxshi. Cuma günüdə təsbih namazı oxuşmu mustahabdır. 15.
Cuma günü özünü ahiret əməlləriga ataş və barlıq dünya məşğulatlarını tərk etiş müstəhəbdir. Muxtasar Minhacul Qasidin İmam İbn Qudama Al-Maqdisi Tilalğuchi Doktor Abdulaziz Rahmetullah Tərcüm qılğuchi Abdullah Abdulmecid Nəşr qılğuchi Saciya İslam Tədqiqat Mərkəzi Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmetullah A9 Korrektor Abduvali Abliz Muhammed Barat Layihəligüchi A Aqhun 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım bəsilişi İstanbul Nəşr huquqi Saciya İslam Tədqiqat Mərkəziga təvə hər qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.